Ramazon. Ha, Ramazon. Bilet, uyqum meni kutiyordu. Ataojon, Mana u nima, ahmoq? daftarga to'lib tog'a. Ha, yo'q, daftarmi? Iflos. Agar kechgacha mana shu ichida qarzni yig'ib, men oldimga olib bormasang, mazzangni qochiraman. Do'konda D harfini eshitsang, dumingni qaldiraydigan qilaman. Tushundingmi? Shuncha qarz qachon teraman? Alo, Opa, yaxshimisiz? yaxshi. Opa, daftarda qarz bor ekan, qachon berasiz? 3 oy bo'libdi. Beraman, chunki ketayotganim yo'q. Yo biron joyga ko'chib ketayotganim yo'q. Bulardan qarzni kuchga olish kerak yoki o'lib qo'za olish kerak. Birini topmasam bo'lmaydi. Kechgacha qarz topin, shunday topaman, dumini qo'ygan itday aylanasan. Yanga, Hoy, tog'am pasportni berib ekansiz. hozir Ramazon kutib turing. Senga pul kerakmi-da? Hozir 5 minutda Siltab Sorar bankidan kredit chiqaramiz-da. Pulikda qarzlarni kattasi tashladim, bir tiyin qolgani yo'q. Ha, bulbulida. Ha, bu ekanki mana. Harakat qilish kerak ana shunday. Bo'pti, tog'am, yaxshi damang. Bo'pti, jiyan. Rahmat senga. Ye. Alo. Assalomu alaykum, hurmatli ijod. Assalom, yaxshimisiz? Ha, men. Hozirgina sizni nomingizga 30 million kredit olindi. Shuni vaqtida to'lab boring. Ramazon!